Quyosh kollektorlari haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan biz vakuum kolbali model haqida gaplashamiz. Quyosh kollektorlari ichida bu modelimizni ko'rib turganingizda, demak kolbalardan iborat bo'ladi. Ya'ni kolbalarning ichida o'zini absorber tizimi bo'ladi. Absorber tizimi yordamida ko'rib turganingizdek kolbaning ichidagi selektiv qoplama orqali quyosh nurini o'ziga yutadi va ichida mis trubadan qilingan, demak absorber tizimi suvni isitib berishga katta yordam beradi. Suvni isitish tizimi ham boshqa quyosh kollektorlari singari etilen glikol orqali amalga oshiriladi. Quyosh kollektorimizni demak bitta kolbasini yechdim. Ichini ko'rib turganingizdek mis trubkadan iborat mana shunaqa absorber tizimi bor. Bu absorber tizimi demak juda ham effektivni hisoblanadi. Nimani hisobiga? Sababi kolba quyoshning nurlarini barcha burchak ostida o'ziga qamrab oladi. Bu bo'lsa 95% quyosh energiyasini o'zida saqlab qoladi. Yana bitta afzal tomoni shundaki, konstruksiya juda ham yengil qilib ishlangan. Kamchiliklari nimadan iborat? Agar kimdir tosh otadigan bo'lsa, sinib qolish ehtimoli bor. Eng kerakligi servis xizmatlari taqdim etiladi. Agar kolbalar sinib qoladigan bo'lsa, uni almashtirish juda ham oson va ehtiyot qismlarini o'zimizda topsa bo'ladi. Bundan buyog'iga kunlar isib qoldi, ya'ni bemalol noyabr oyigacha quyosh nuridan foydalangan holatda issiq suv olsanglar bo'ladi. Agar sizlarga ham quyosh kollektorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarni kutamiz.